Do'stlar, bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. 1 avgustdan boshlab qoidalar o'zgardi va bu o'zgarish deyarli har bir xonadon, har bir oila, har bir avtomobil egasi, har bir tadbirkor va hatto ijara uyda yashayotgan odamga ham ta'sir qiladi. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik hali bu qoidalar qanday ishlashini, kimga jarima kelishi mumkinligini, kimning xizmati cheklanishini, kim hujjat tayyorlashi kerakligini bilmayapti. Men bugun buni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta mayda xatolik ham ortiqcha to'lov, jarima, xizmatdan uzilish yoki hujjat muammosiga olib kelishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing, chunki men sizlarga shunday mavzularni o'z vaqtida tushunarli qilib yetkazib boraman. Avval ko'pchilik masalalar odat bo'yicha yurardi. Masalan, kommunal to'lovni kimdir oyning oxirida to'lardi, kimdir 2 oyda bir to'lardi, kimdir hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida bermasdi, kimdir ijara uyda yashab shartnoma qilmasdi, kimdir avtomobil hujjatlarini yangilashni kechiktirardi. Amalda esa ko'p holatlarda bular darhol katta oqibat keltirib chiqarmasdi. Ogohlantirish berilardi, vaqt berilardi. Ayrim joylarda esa nazorat ham sust bo'lardi. Endi asosiy o'zgarish shundaki, ko'p jarayonlar elektron nazoratga o'tyapti. Ya'ni inson unutsa ham tizim unutmaydi. Sizning qarzingiz, hisoblagich ko'rsatkichingiz, to'lov sanangiz, hujjat muddati, shartnoma mavjud yoki mavjud emasligi, arizangiz ko'rib chiqilgan yoki chiqilmaganligi elektron bazalarda ko'rinadi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, keyin boraman, bir oy tursin, hech kim bilmaydi. Ogohlantirish kelmasa to'lamay turaman degan eski yondashuv endi xavfli. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Avval bir xonadon elektr energiyasi uchun 100 ming so'm qarzdor bo'lsa, ayrim hollarda xizmat ko'rsatuvchi tashkilot vakili kelib ogohlantirardi. Xonadon egasi ertaga to'layman derdi. Ba'zan yana bir necha kun vaqt o'tardi. Endi esa tizimda qarzdorlik aniq ko'rinadi. Ogohlantirish SMS yoki shaxsiy kabinet orqali yuboriladi. Belgilangan muddat o'tgach xizmat avtomatik cheklanishi yoki keyingi jarayonga o'tishi mumkin. Bu yerda men bilmadim degan gap har doim ham yordam bermaydi. Chunki tizimda ogohlantirish yuborilgani qayd etilishi mumkin. Yana bir misol, ijara uyda yashayotgan oilalar. Avval ko'p odamlar og'zaki kelishuv bilan yashardi. Uy egasi har oy pulni berasiz bo'ldi derdi. Ijarachi ham shartnoma kerakligini o'ylamasdi. Endi esa ko'p xizmatlar ro'yxatdan o'tish, subsidiya, soliq, ayrim davlat xizmatlari va hatto nizoli holatlarda shartnoma muhim hujjatga aylanadi. Agar shartnoma bo'lmasa, ijarachi ham, uy egasi ham noqulay vaziyatga tushishi mumkin. Birinchi navbatda kommunal xizmatlardan foydalanayotgan har bir xonadon e'tiborli bo'lishi kerak. Elektr, gaz, suv chiqindi, issiqlik, ko'p qavatli uy xizmatlari bo'yicha qarzdorliklarni tekshirish zarur. Men ko'p ko'rgan holat. Odam men har oy to'layapman deydi, lekin tekshirsa eski qarzdorlik qolib ketgan bo'ladi. Masalan, 2023 yildan 42 ming so'm qoldik. 2024 yildan yaqin ming so'm pen yoki qayta hisob kitob. Yangi oy uchun 16 ming so'm. Natijada odam o'zi bilmagan holda 2 ming so'm qarzdor bo'lib qoladi. Bunday qarzdorlik kichik ko'rinsa ham tizim uchun bu qarzdorlik hisoblanadi. Ikkinchi navbatda hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida topshirmaydiganlar xavf guruhida. Masalan, siz suv hisoblagichini 3 oy davomida ko'rsatmagansiz. Tizim o'rtacha iste'mol bo'yicha hisoblab qo'yishi mumkin. Siz aslida oyiga 6 kub suv ishlatgansiz, lekin tizim sizga 12 kubdan hisoblagan bo'lishi mumkin. 3 oyda farq 10 kub bo'ladi. Agar bitta kub uchun shartli 2000 so'mdan olsak, 36 ming so'm ortiqcha chiqadi. Bu faqat suv bo'yicha. Gaz va elektrda farq ancha katta bo'lishi mumkin. Uchinchi navbatda ijara uy egalari va ijarachilar. Agar siz uyingizni ijaraga bergan bo'lsangiz, og'zaki kelishuv bilan cheklanib qolmang. Shartnomani rasmiylashtirish sizni ham himoya qiladi. Masalan, ijarachi 2 oy pul to'lamadi, kommunal qarzni qoldirdi, uy jihozlariga zarar yetkazdi. Agar shartnoma bo'lmasa, keyin isbotlash qiyinlashadi. Aksincha, ijarachi uchun ham shartnoma juda muhim. Uy egasi kutilmaganda ertaga chiqib keting desa, shartnoma bo'lmasa, ijarachi o'z huquqini himoya qilishda qiynaladi. 4-navbatda avtomobil egalari ham befarq bo'lmasligi kerak. Chunki 1 avgustdan keyin ko'p sohalarda elektron nazorat kuchayishi degani jarima, sug'urta, texnik ko'rik, ishonchnoma ro'yxatdan o'tkazish va boshqa majburiyatlar ham tizim orqali tezroq ko'rinadi. Masalan, odam avtomobilini boshqasiga bergan, lekin ishonchnoma muddati tugagan. Yo'lda tekshiruv bo'lsa,
Biz qarindoshimiz degan gap hujjat o'rnini bosmaydi. Yoki majburiy sug'urta muddati tugagan bo'lsa, avval odam 1-2 hafta yurib olardi. Endi kamera va elektron baza orqali bu holatlar aniqlanishi osonlashmoqda. 5-navbati kichik tadbirkorlar, do'kon, ustaxona, salon, kafe, mini market, tikuvchilik, servis markazi yuritayotganlar elektr quvvati, gaz, ijara, soliq, kassa, chek berish, xodim bilan mehnat munosabati masalalarini tartibga keltirish kerak. Masalan, kichik kafeda 2 nafar yordamchi ishlaydi, lekin rasmiy mehnat shartnomasi yo'q. Tekshiruv yoki mijoz shikoyati bo'lsa, bu oddiy gap bilan yopilmaydi. Tadbirkor uchun eng katta xato biz kichkina joyimiz bizga tegishmaydi deb o'ylash. Qoidalar kichik va katta biznesga har xil tartibda qo'llanishi mumkin, lekin javobgarlik baribir bor. Endi oddiy fuqaroga tegishli real holatni olaylik. Siz ko'p qavatli uyda yashaysiz. Elektr uchun oyga bitta 1000 so'm, gaz uchun 7000 so'm, suv uchun 15000 so'm, chiqindi uchun 30000 so'm. Shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi uchun 6000 so'm to'laysiz. Jami oyga 385 so'm atrofida. Agar siz 2 oy keyin to'layman deb qoldirsangiz 770 so'm yig'iladi. Ustiga eski qarzdorlik penya qayta hisob kitob qo'shilsa 900 ming yoki 1 million so'mga chiqib ketishi mumkin. Keyin xizmat cheklansa, qayta ulash, ariza navbat, vaqt yo'qotish, asabiylashish boshlanadi. Shuning uchun men har doim aytaman. Eng arzon yo'l vaqtida tekshirish va vaqtida to'lash. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, qarzdorlik har doim ham sizning aybingiz bilan paydo bo'lmaydi. Ba'zan eski egadan qolgan qarz bo'ladi. Ba'zan hisoblagich noto'g'ri ulangan bo'ladi. Ba'zan bazada xatolik bo'ladi. Ba'zan to'lov o'tgan, lekin tizimda ko'rinmagan bo'ladi. Shuning uchun qarzdorlik chiqsa, darhol vahmaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Cheklarni, bank ilovasidagi to'lov tarixini, hisoblagich raqamini, shaxsiy hisob raqamini solishtiring. Masalan, siz 250 ming so'm to'lov qilgansiz, lekin shaxsiy kabinetda qarsangiz turibdi. Bunday vaziyatda men to'laganman-ku deb kutib o'tirmang. Bank cheki skrinshotini saqlang. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling, ariza raqamini oling. Agar og'zaki aytsangiz, keyin isbotlash qiyin. Har bir murojaat yozma yoki elektron shaklda bo'lsin. Ikkinchi nozik masala, hisoblagich almashtirilganda eski va yangi ko'rsatkich dalolatnomada aniq yozilishi shart. Ko'pchilik shu yerda xato qiladi. Usta keladi, hisoblagichni almashtiradi, odam shoshilib imzo qo'yadi. Keyin qarasa, eski ko'rsatkich noto'g'ri yozilgan yoki yangi hisoblagichning boshlang'ich ko'rsatkichi boshqa bo'lgan. Natijada ortiqcha to'lov chiqadi. Men tavsiya qilaman. Hisoblagich almashtirilayotgan paytda telefoningizga rasmga oling. Eski hisoblagich ko'rsatkichi, seriya raqami, yangi hisoblagich ko'rsatkichi plombasi ko'rinsin. Dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Uchinchi nozik masala. Ijara shartnomasida kommunal to'lov kimning zimmasida ekani aniq yozilmagan bo'lsa, nizo chiqadi. Uy egasi kommunalni ijarachi to'laydi deydi. Ijarachi esa men faqat ijara pulini beraman deb kelishganmiz deydi. Shuning uchun shartnomada alohida band bo'lishi kerak. Elektr, gaz, suv, internet chiqindi, boshqaruv kompaniyasi to'lovlari kim tomonidan va qaysi sanagacha to'lanadi. Agar ijarachi to'lasa, har oy chek yuborish kerak. Agar uy egasi to'lasa, ijara puliga qo'shib belgilanishi mumkin. 4-nozik masala. Subsidiya yoki imtiyoz olishni istaganlar hujjatni kechiktirmasligi kerak. Ko'p oilalar bizga yordam kerak deydi. Lekin hujjat so'ralganda tayyor emas. Oilaning daromadi, yashash manzili, oila tarkibi, kadastr, ijara shartnomasi, pasport ma'lumotlari, bank kartasi, bolalar hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Agar bitta hujjat yetishmasa, ariza ortga qaytadi yoki ko'rib chiqish cho'ziladi. Natijada odam yordamga muhtoj bo'lsa ham o'z vaqtida foydalana olmaydi. 5-nozik masala, men pensionerman, men yolg'iz onaman. Men nogironligi bor shaxsman degan maqom avtomatik ravishda hamma to'lovdan ozod qiladi degani emas. Ayrim imtiyozlar bor, lekin ularni rasmiylashtirish, tasdiqlash yoki ma'lum mezonlarga mos kelish kerak. Shuning uchun men doimo aytaman. Imtiyozga haqqingiz bo'lsa, uni og'zaki emas, hujjat bilan tasdiqlang. Aks holda tizim sizni oddiy to'lovchi sifatida ko'rishi mumkin. 6-nozik masala. Qarzdorlik bo'yicha ogohlantirish kelmagan bo'lsa ham, bu qarz yo'q degani emas. Ba'zan SMS kelmaydi, telefon raqam eski bo'ladi, shaxsiy kabinet ochilmagan bo'ladi, bildirishnoma boshqa raqamga ketgan bo'ladi. Shuning uchun har oy kamida bir marta barcha xizmatlar bo'yicha qarzingizni o'zingiz tekshiring. Ayniqsa, uy egasi boshqa, yashovchi boshqa bo'lsa, albatta tekshirish kerak.
Yettinchi nozik masala eski uy sotib olganlar. Agar siz yangi uy sotib olgan bo'lsangiz, faqat kadastr va oldi sotdi shartnomasi bilan cheklanib qolmang. Kommunal xizmatlar bo'yicha shaxsiy hisob raqamlarini tekshiring. Elektrda qarz yo'qmi? Gazda qarz yo'qmi? Suvda qarz yo'qmi? Chiqindi va boshqaruv kompaniyasida qarz yo'qmi? Aks holda eski egadan qolgan muammo yangi ega bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l uy olishdan oldin qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumotnoma yoki kamida elektron tekshiruv natijasini oling. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, barcha shaxsiy hisob raqamlaringizni bitta joyga yozib chiqing. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, boshqaruv kompaniyasi, internet, telefon, agar bo'lsa kredit yoki bo'lib to'lash shartnomalari. Har birining shaxsiy hisob raqami, to'lov sanasi, oxirgi to'lov summasi va aloqa raqamini yozib qo'ying. Bu oddiy daftar bo'lishi mumkin yoki telefoningizdagi eslatma bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, bugunoq qarzdorlikni tekshiring. Bank ilovasi, rasmiy ilova, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning sayti, chal markaz yoki yaqin bo'lim orqali tekshirish mumkin. Agar qarz chiqsa, darhol sababini aniqlang. Qarz haqiqimi yoki xatolikmi? Agar haqiqiy, imkon qadar tezroq yoping. Agar summa katta bo'lsa, bo'lib to'lash yoki qayta hisob-kitob tartibini so'rang. Muhimi, muammoni yashirmang. Uchinchi qadam, hisoblagichlarni tekshiring. Elektr hisoblagich, gaz hisoblagich, suv hisoblagich. Ularning plombasi buzilmaganmi? Raqami hujjatdagi raqamga mosmi? Ko'rsatkichi oxirgi to'lovdagi ko'rsatkichga yaqinmi? G'alati sakrash yo'qmi? Masalan, odatda oyga 2,7 kilovat elektr ishlatsangiz, birdaniga 900 kilovat chiqsa, darhol tekshiring. Balki uskunada nosozlik bor, balki noto'g'ri hisoblangan, balki uyingizdagi biror texnika haddan ortiq elektr yeyotgandir. To'rtinchi qadam, barcha to'lov cheklarini saqlang. Bank ilovasida chekni yuklab oling. Alohida papkaga saqlang. Agar naqd to'lasangiz, qog'oz chekni tashlab yubormang. Men tavsiya qilaman, kamida 12 oy davomida barcha cheklarni saqlang. Chunki nizo chiqsa, eng kuchli dalil bu chek va to'lov tarixi. 5-qadam. Ijara munosabatlarini rasmiylashtiring. Uy egasi bo'lsangiz ham, ijarachi bo'lsangiz ham shartnoma tuzing. Shartnomada quyidagilar bo'lsin: uy manzili, tomonlarning pasport ma'lumotlari, ijara summasi, to'lov sanasi. Kommunal to'lov kimga tegishli, uy jihozlari ro'yxati, garov puli bo'lsa uning sharti, shartnomani bekor qilish tartibi, uyga kirish-chiqish qoidasi. Bu hujjat kelajakdagi janjallarning oldini oladi. 6-qadam. Hujjatlaringiz muddatini tekshiring. Pasport yoki ID karta, haydovchilik guvohnomasi, avtomobil sug'urtasi, texnik ko'rik, ish onchnoma, kadastr hujjati, tadbirkorlik hujjatlari, litsenziya yoki ruxsatnomalar bo'lsa, hammasining muddatini ko'rib chiqing. Odamlar ko'pincha jarimani qoidani bilmagani uchun emas, muddatni unutgani uchun oladi. 7-qadam, agar xatolik topsangiz, og'zaki emas, yozma murojaat qiling. Arizada aniq yozing. Men falon manzilda yashayman. Shaxsiy hisob raqamim falon, falon sanada, falon summa to'laganman, lekin tizimda qarzdorlik ko'rinmoqda. To'lovni qayta tekshirib, qarzdorlikni tuzatib berishingizni so'rayman. Arizaga chek nusxasini, pasport yoki ID ma'lumotini, hisoblagich rasmini ilova qiling. Murojaat raqamini albatta oling. 8-qadam, oiladagi keksa insonlarga yordam bering. Ko'p ota-onalarimiz, bu bobolarimiz elektron tizimdan foydalanishda qiynaladi. SMS kelganini tushunmasligi, bank ilovasiga kira olmasligi, hisoblagich ko'rsatkichini yuborishni bilmasligi mumkin. Ularning qarzi yig'ilib qolmasligi uchun farzandlar oyiga bir marta tekshirib tursin. Bu juda muhim. Chunki keksa odam xizmatdan uzilib qolsa, uni qayta tiklash ham vaqt, ham asab talab qiladi. 9-qadam, tadbirkor bo'lsangiz, buxgalteriya va shartnomalarni tartibga keltiring. Kassa ishlayaptimi, chek berilyaptimi? Xodimlar rasmiylashtirilganmi? Ijara shartnomasi bormi? Elektr quvvati tadbirkorlik faoliyatiga mos rasmiylashtirilganmi? Soliq hisobotlari topshirilganmi? Agar biror joyda bo'shliq bo'lsa, uni tekshiruv kelgandan keyin emas, oldindan tuzating. Oldindan tuzatish har doim arzonroq tushadi. 10-qadam, menga tegishli emas demang. Yangi tartiblarning eng katta xususiyati shundaki, ular odamning kundalik hayotiga bog'langan. Uy, to'lov, hujjat, transport, ijara, tadbirkorlik, imtiyoz, subsidiya, bularning har biri oilaviy byudjetga ta'sir qiladi. Bir oy e'tiborsizlik qilsangiz, keyingi oyda 2 barobar to'lov bo'lishi mumkin. Bir hujjatni kechiktirsangiz, ish bitishi bir haftaga emas, bir oyga cho'zilishi mumkin. Demak, 1 avgustdan keyingi eng asosiy qoida shuki, hamma narsani vaqtida tekshirish.
hujjat bilan tasdiqlash va elektron tizimdagi ma'lumotlarni nazorat qilish kerak. Qarzdorlikni yashirish emas, aniqlash kerak. Hisoblagichni unutish emas, ko'rsatkichni qayd etish kerak. Ijarani og'zaki emas, shartnoma bilan yuritish kerak. To'lovni qilgandan keyin chekni saqlash kerak. Imtiyozga haqqingiz bo'lsa, uni hujjat bilan rasmiylashtirish kerak. Men sizlarga ekspert sifatida eng muhim maslahatni beraman. Bugun 20 daqiqa vaqt ajrating va barcha to'lovlaringiz, hujjatlaringiz, shartnomalaringizni tekshirib chiqing. Shu 20 daqiqa keyinchalik sizni katta jarima, ortiqcha xarajat va keraksiz asabiylashishdan saqlab qolishi mumkin. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi sohada ko'proq muammo bo'lyapti? Kommunal to'lovmi? Ijara shartnomasimi? Avtomobil hujjatlarimi? Subsidiya yoki tadbirkorlikmi? Fikringizni kutaman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.